Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Odam badani nihoyat qiziqarli bir mashinaga o'xshaydi. Badanimizning ichidagi har qaysi organ sistemalar tinimsiz ishlaydi. Eng kichik bir oqsil yoki qon hujayrasidan tortib suyak yoki jigarisi bo'lgan hamma organ to'xtamay jim turmay modda almashtirish, o'sib yetilish, o'lib ketish, qayta terishdek ishlarni boshdan kechirdi. Gerçi bu işlerin tanrı to'lisini biz his qilmasakmı, ammo har bir minut sekundda bu ishlarni qilayotgan organlarimiz bilan inoq yashayapmiz. To'liq kasalliklarni tushuntirishni anglayverib, men anglab berib qolganda, ammo qani siz bilan bugun bedeningiz bilan munosib bo'lgan bu 10 qiziqarli mazmunlarni ko'rib boqayli. 10. Öpkemiz nerede? Bunu hemimiz bilimiz. O'ng sol iki öpkemiz bir-birisi bilan az-to'la o'xshamaydi. Bedeningizning sol tarafdagi öpke iki parchaga, o'ng tarafingizdagi öpke 3 parcha bo'lindi. Sol öpkemiz sal kichikroq bo'ladi. Buning sababi yurak biroz o'rin bo'shatib berish kerak. 9. İnsanlarning öpkisida 2414 kilometr boradigan havo yo'llari bor va mushu yo'llarning oxirida 300 milliondan ortiq öpke puvakchilari bo'ldi. Bu puvakchilar dal sizning havo almash sistemingizdir. 8. Quram yetgan odam har kuni 8000 litr havo atrofida nafas ilib berdi. Tibbiy tadqiqotchilar insonlarning nafaslanganidagi so'mirib chiqargan havoda barmoq izi borligini, ya'ni chiqargan havoning ichidagi molekullarda sizning badaningizga xos bo'lgan DNAni bayqadi. Bu deganlik kelgusida mushu siz chiqargan havo orqali sizni klonlab chiqish mumkin. Bu nega xatarlik ekan? 7. Badanda chosh, tirnoq, terimizning davomli o'sganini anglaydik. Amaliyotda butun badandagi barliq organlar davomli o'sib turdi. Faqat shu ba'zining o'sish surati iktikrak, ba'zining surati ostroq his qilolmay qolamiz. O'sish eng iktik bo'lgani chosh deb qolishinglar mumkin. Amaliyotda badaningizda eng iktik o'sadigan bu organ suyak yiligi. Haras qo'shimcha bir nuqta burningizmi davomli o'sadi ekan. İnsanlarning burni taxminan 1 trilliondan ortiq puroqlarni his qilaydi ekan. 6. Badaningizda qanchalik suyak bor? Balkim 206 parchasi suyak bor deb javob berishingiz mumkin, ammo balangizda-chi, yangi tug'ilgan umoq bovuqingizda-chi? Biz amaliyotda 300 necha parcha suyakdan tug'ilamiz. Badanimizning qayrishi va bo'yimizning o'sishi ergishib, bu suyaklarning ba'zilari birikib, oxirida qurami yetganda 206 parcha suyak bo'lib qolamiz. 5. G'arb Hindistonida tishimizni suyak sistemasining bir qismi deb qaraydi, ammo haqiqiy suyak hisoblamaydi. Yana bir ish, ko'pincha bolalarda 20 atrofida sut tishi chiqadi. 5-6 yosh kirgandan keyin asta-asta ikkinchi tish, ya'ni sut tishining o'rniga turaqliq 32 tane tish chiqishga boshlaydi. 4. Badanimizda qancha qon tomiri bor? Yo, mushni hisoblab boqadimlar bor ekan. Odam badanida 100 mingdan 160 ming kilometrgacha uzunlikdagi qon tomiri bo'ldi. Agar ularni chiqarib bir-biriga ulab baqsaq, yer sharini 3 qitim yo'g'iyaldek yeb to'plab chiqadi ekan. 3. Tibbiy soat olimlar hozirgacha nima uchun asnaydiganligimizni aniq bilolmayapti. Ammo asnashning bir tarafdan menga texmi ko'p oksigen avatish orqali uyquni echish, mengni rohatlantirish roli bilan birga yana birisi badan temperaturasini tangishga yordam bo'lganligini bayqagan. 2. Badanimizda ajoyib ko'p suv bor. Buni bilamsiz? Badanimizning taxminan %60 dan 65 gacha suvdan tarkib topadi. Cho'ng mengimiz, yurakimizning 170 suvdan, o'pka bo'lsa taxminan 180 suvdan tarkib topadi. Bu demak, siz agar 80 kiloluk bir odam bo'lsangiz, har kuni 48 kilo suvni ko'tarib yuryapsiz. Ammo men 20 kiloluk suvni ko'tarib 5 qancha arana chiqaman. 1. Yurakingiz sizga eng sodiq shayton bir organ. Chunki boshqa organlaringiz oldi keyni bo'lib ishdan istifa bersa-mu, yurakingiz oxirigacha siz uchun ishlaydi. Yurak minutiga 60 dan 90 qitimgacha so'qidi. Ya'ni bir kunda 1440 minut ko'paysangiz, kunda 100 mingdan ortiq so'qidanligini bilaysiz. Ammo butun badaningizga qon oqimi qayerda eng kichik bo'ladi desangiz, u sizning yuragingiz emas, balki sizning buyrugingiz. Xo'sh, odam badaniga oid bu 10 qiziqarli nuqtalarni bilgandan keyin bu ummoq badaningizga rahmat aytqash, texmi ko'p astishingizni umid qilaman. Men Nur doktor, ko'rish salomat bo'linglar, Allohga omonat.